ekilgan kartoshkaning ustidan ketmon bilan yoki oyoq bilan mana shunday bosib chiqilsa, zich tuproqda nam uzoq saqlanib turadi. Mana oyoq bilan uni ezib chiqyapman. Tegida 5-7 sm tuproqda zichlashtiryapman. Bu har qanday qattiq joyda ham unib chiqarish qobiliyati bor. Kartoshkani unib chiqadi. Bu ishlardan maqsad mana shu zich tuproqda namni uzoqroq saqlab turish. Mana bu issiqlar nihoyatda kuchaygandan kuchayib boryapti. Bugün 25 iyul 2026 yil. Hop, ozgina hadiksirash bor. Nimagaki bu nam qochib ketadigan bo'lsa, kartoshkani ildiz otib, ildiz qadab unib chiqishi qiyinlashadi. Shu maqsadda mana shunday agrotexnik ishlarni olib boryapmiz. Mana tepalab chiqilgan. Tepalab chiqdim. Mana shunday. Mana shu jo'xori bo'lishiga qaramasdan quruq hashaklardan, begona o'tlarda quruq hashaklardan, mana bu yangi o'rilgan pichan o'tlardan mana shu kartoshkaning ustiga tepalangan joyda yana ustiga mana shunday to'shalib chiqyapti. Bu o'tlar quyosh nurini ma'lum miqdorda kesadi, to'sadi. Va bu namlikni tez mana bu yerda namlikni tez chiqib ketishini oldini oladi. Shu maqsadda mana shu ishlarni olib boryapmiz. Alloh o'zi bilguvchi, kuch-quvvat bersin ishlarimizga. Dehqonni mehnatini qadrlasin. Barcha ekkanlar videodan foydalanib, mana shunday ekkanlar albatta mana shunday ehtiyot choralarini ko'rib qo'ysa yaxshi bo'ladi. Shuning uchun hozir bir kartoshkachi ekadigan, har doim kartoshka ekadigan ukamizni tavsiyasi bilan mana shu yerlarda mana sal bo'shroq turpoq, mana qarang, bo'shroq. Men shuni kartoshka ekilgan joyda mana shunday qilib tepalab chiqyapman. Bunda tepalaganimda eski ota-bobolarimiz tepma deylardi. Mana shunaqa nam joyga tep qo'yar edi. Makka donalarini tashladida jo'xorini donini tashlab turib, oyog'i bilan bitta tep qo'yadi. Ana shu bitta tepishini o'zi uzoq namni saqlaydi ekan. Uzoq saqlaydi ekan. Hatto bir dona suv qo'ymasdan gullash darajasigacha, o'sha 1-1,5 metr gacha o'stirib, keyin o'tam chiqmaydi, ko'p suv qo'ymasangiz. Mana shu hop, jo'xorini o'sishiga juda yaxshi ta'sir qilar ekan. Mana shunday ishlarni olib boryapmiz. Hop. Hammalaringga sog'lik, salomatlik. Mana shu jo'xorini qatorida bilasizlar, nimani kechki kartoshkani urug'larini ekkanmiz. Mana shularni mana shu tep qo'yibdi. Tepganda ham endi 70-80 kilo odam bu traktorda tepgandaqa, qatirgandaqa qatirib yubormaymiz. Shunday bir tep qo'ysak, bosib qo'yadigan bo'lsak, o'sha yerda zich tuproqda namlik uzoqroq turadi. Maqsad shu. Sog'lik, salomatlik tilayman. Videolarimiz manfaatli bo'lgan bo'lsa, albatta like bosinglar do'stlar. O'rganinglar. Mana shunaqa bu videolarni bekordan bekor qilmayapmiz. Kimdir nimadir o'rganib qolsa shu bizda qilgan mehnatlarimizda mukofoti bo'lib qoladi. Alloh bilguvchi, Alloh kuch-quvvat bersin.
dehqonchiliklarga baraka bersin. Umrlaring rizqlaring Alloh baraka bersin. Mana shunday ishlarni doimiy qilib borishlikni hammamizga ham nasib qilsin. Sog' bo'linglar do'stlar, omon bo'linglar. Like bosinglar, qo'llab-quvvatlanglar, obuna bo'linglar. Ko'pchilik obuna bo'lmasdan ko'rishyapti. Obuna bo'lsalaring bizning videolarimiz birinchilardan bo'lib sizlarni smart telefonlaringga yetib boradi, ko'rasizlar. Sog' bo'linglar. Xayr.